Sodda xalqim, beg'ubor xalqim. Bir yangilik eshitib qoldim. Endi jismoniy shaxsning kartalari o'rtasidagi o'tkazmalar foizsiz bo'lar ekan. Nima uchun sodda xalqim, beg'ubor xalqim deganimni şeyda tushuntirib beraman. Savolda shaxsan o'zimni kartalarim orasida deyarli pul o'tkazmayman. Mani bitta kartam bor. Pul o'tkazsam boshqa odamlarga o'tkazaman. Nima ma'no sizlarga savol? Bechora xalq xursand. Buni plastikda foizsiz bo'libdi degan anaqa xursand. Ko'pchilik tushunmaydi-da. Bizda shunaqa jismoniy shaxslarning o'rtasidagi buni shunaqa tushuntirib o'tib ketishadi. Biznikilar tushunmay qoladi-da. Keyin kimdirdan so'raydi, nima ekan desa, plastikdan 0% bo'libdi deydi. Bu yoqda xursand. 0% bo'lmadi. Stop. Xayolinglarni bir joyga qo'yinglar. Meni sodda xalqim, beg'ubor xalqim. Hali yosh bolaga 5 so'mlik konfet berib qo'ysa xursand bo'lib ketadi-yu shunaqa. Xullas, buni umuman hech qanaqa taalluqli joyi yo'q. Hech qanaqa foydali tomoni ham yo'q. Shuning uchun xursand bo'lishdan oldin yaxshilab eshitib, tahlil qilinglar. Chunki kommentga kirsam juda ham ko'p odam xursand yozgan. U o'zingizni kartalaringiz o'rtasidagi o'tkazmalar 0% bo'ldi. Menimcha 95% odam o'zi kartasiga pul o'tkazmaydi. Ko'pchilik bitta karta ishlatadi. Shaxsan o'zim ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Meni beg'ubor, soddagina xalqim. Sizlarni yaxshi ko'raman.